Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda patentlashdan oldin logo va nomda nimalarga e'tibor berish kerak, shu haqida to'xtalib o'tamiz. Men Normanov Abram Merkulovich, Sfera patent kompaniyasining asoschisiman hamda rasman o'zim patent vakili sifatida litsenziyaga egaman. Bizning kompaniya 4 yildan beri tadbirkorlarga, biznes egalariga brendlarini, sanoat nomlarini, ixtirolarini o'sha patent olishida amaliy yordam ko'rsatib kelamiz. Do'stlar, xullas shunday qilib patentlashda, logo va nom tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Asosan shu haqida mavzu bo'ladi. Endi hammamiz bilamiz, yana bir bor takrorlaymiz, nom tanlashda asosan nom qisqa va esda qolarli bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda ko'pchilik bizlarda hozir amaliyotda ko'p kuzatamiz, odamlar ma'no qidiradi-da, ya'ni biznes egalari, ayniqsa yosh tadbirkorlar ma'no qidiradi. Ma'no muhim emas. Sababi olaylik, bizda shu hozirgi ijtimoiy hayotimizga Artel degan kompaniya kirib keldi. Mana nechadir yillardan beri. Artel degan so'z nom bo'lmagan ilgari bizda, lekin hozir hamma Artelni biladi. Buni yoki BMW so'zini oling misol uchun. Bu so'zlarni, bu kompaniyalarda nomlarini hamma biladi, lekin ularning ma'nolarini aksariyat insonlar, juda ko'pchilik insonlar bilmaydi. Shunday ekan, nom tanlashda e'tiborni, ya'ni faqat qisqa, ana jarangdor va esda qolishi osonroq bo'lishi uchun, ya'ni fokusni shunga qaratish kerak deyman. Endi patentga topshirishdan oldin bir nom tanladingiz, sarazi uni logotip qilishga o'tib ketmaslik kerak. Nega? Chunki logotip qilish ham albatta bu nima qo'shimcha sarmoya talab qiladi. Dizayn qiladi, brend book qilishingiz mumkin yoki logotip qilish qo'shimcha sarmoya. Lekin siz logotipni so'z tanladingiz, unga mos logotip qildingiz, lekin ertaga so'zingiz o'tmaydigan bo'lsa, logotip uchun qilgan sarmoyangiz behuda sarf qilingan bo'ladi. O'shaning uchun biz tavsiya qilamiz, oldin o'sha o'z brendingizda ishlatishingiz mumkin bo'lgan tovar belgisining nomini oldin rasman patent bazalaridan tekshirish kerak. Rasman patent bazalaridan tekshirganda bu milliy patent bazamiz bor, Madrid Monitor bor, keyin global patent bazalari bor. Shu 3 ta holatda tekshirgandan keyin o'sha amin bo'lish kerak, ya'ni rasman tekshirdingiz, tekshirilganda bu bo'ldi, patentga layohatli o'tish ehtimoli yuqori degan, ya'ni xulosani olganingizdan keyin undan so'ng, ya'ni logotip uchun yoki brend book uchun buyurtma berish kerak. Lekin bitta narsani unutmaslik kerak, ko'pchilik nomini tekshirtirgandan keyin logotipga yoki patentlash masalasini juda ortga surishadi yoki keyinga qoldirishadi. Ya'ni o'rtada ancha vaqt yo'qotiladi. O'zbekistonda o'zida, ya'ni ichkarida turib, fuqarolar milliy o'sha patent markazimizga, ya'ni intellektual mulk markaziga 200 dan ortiq topshiriladi. Tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha. Bundan tashqari Madrid Monitor tizimi orqali ham, ya'ni intellektual mulk markaziga chet el fuqarolar tomonidan O'zbekistonga biznes olib kirmoqchi, sarmoya olib kirmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ham Madrid tizimi orqali ular ham 100-200 deb, ya'ni tovar belgilari uchun murojaatlar doimiy qoldirishadi. Demak, kuniga o'rtacha 300-400 tadan agar tovar belgilari, demak, ro'yxatdan o'tkazish uchun talabnoma topshirilgan bo'lsa, bu degani agar siz 10 kunga topshirsangiz, demak, qo'shimcha 4000 ta baza uje tovar belgilari nomlari shu patent bazaga kiritildi. Bu degani uje 4000 ta xavf. Agar buni bir oyga kechikadigan bo'lsangiz, ya'ni uje 10,000 ta xavf uje yuzaga keladi. Bu degani siz undan oldin tekshirtirganingiz hech qanday ahamiyat kasb etmay qoladi. Ya'ni uje yana boshqatdan uni patent bazalaridan tekshirish kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun oldin brend book qiladigan yoki o'sha logotip yasab beradiganlar bilan brend bookni sirasi emas, faqat logotipni o'zi bo'yicha kelishuv qilish kerak. Chunki sababi logotipni qilishga kamroq vaqt ketadi, nisbatan brend book qilishga yoki guide book qilishga ancha uzoqroq vaqt ketadi. Shu holatda oldin siz logotipini tezkorlik tartibda olish kerak, tovar bazadan tekshirganingizdan keyin, undan so'ng darhol patentlash uchun talabnoma topshirish kerak. Ana undan keyin guide bookingizni brend bookni keyin qilaversa bo'ladi. Endi topshirgandan keyin ham yana bitta narsaga ahamiyat qilish kerak. Ko'pchilik masalan bitta nom tanladi, u nom patent bazani tekshirganda mavjud bo'ladi. Endi yoniga qanaqadir so'z qo'shsak bo'ladimi deydi. Agar siz nimadir so'z qo'shsangiz, sizda ikkita xavf yuzaga keladi o'sha. Ya'ni oldingi masalan oltin don deylik, misol uchun tariqasida endi xayolga keldi. Oltin don desangiz, shu vaqtgacha oltin edi, siz tekshirmoqchi bo'ldingiz, qarasangiz oltin degan so'z bor. Endi siz don degan so'zni ham qo'shdingiz, masalan. Endi sizda ikkita xavf yuzaga keldi. Ham oltinni tekshirish kerak, ham donni tekshirish kerak. O'shaning uchun ham, ya'ni so'z emas, ya'ni qanaqadir harflarni, bukvalarni qo'shish orqali bitta yagona umumiy so'z hosil qilish kerak.
Bu muhim emas. Bu fantaziya so'z bo'lishi mumkin, o'ylab topilgan har qanday so'z bo'lishi mumkin, abbreviaturalar bo'lishi mumkin, qanaqadir so'zlarning boshqa harflari bo'lishi mumkin yoki umuman bir ma'no kasb etadigan so'z ham bo'lishi mumkin. Muhimi, ya'ni boshqa sizga o'xshagan tovar belgilari mavjud bo'lsa, o'sha patent olingan bo'lsa, o'tkazishda ularnikiga ya'ni ertaga to'siq bo'lmasligi uchun boshqa so'z emas, qanaqadir harflarni qo'shish orqali ma'nosini o'zgartirish kerak. Masalan, milk degan so'z. Bu hammamiz bilamiz, sut mahsuloti. Milk deb bersa, sut ishlab chiqaruvchi bu so'zni ola olmaydi. Bio sut ola olmaydi misol, eko sut ola olmaydi misol. Lekin O'zbekistonda shunday bitta brend borki, milk so'zi ham bor, lekin yonlariga bir ikkita bukvalarni qo'shish orqali yagona, ya'ni tovar belgisi uchun foydalanadigan so'z ifoda qilingan va bularda so'z ham huquqiy muhofaza qilingan. Siz bu brendni bilasiz, bu Kamilka, ya'ni o'sha sut mahsulotini ishlab chiqaruvchi kompaniyaning brend nomi. Milk so'zining boshida K, oxirida K so'zini qo'shdi, shunda umumiy Kamilka degan so'zni hosil qilishdi. Mana endi bu patentga layoqatli bo'ldi va ular bemalol o'sha patent olib bundan foydalansa bo'ladi. Logo va nom tanlash to'g'risida qanaqa so'zlar o'tmaydi? Ya'ni bu narsalarni ham aniq bilib olish kerak-da. Biz qanaqa nomlar aynan patentdan o'tkazilmasligi haqida biz bundan oldingi videolarimizda batafsil alohida video qilganmiz. Sizlarga tavsiya qilamiz, ushbu videoni ko'rib, o'zingizlarni hozir tegishli bo'lgan, o'zingizlardagi mavjud bo'lgan brend nominglarni o'zingizlar bir xulosa qilib ko'ringlar. O'sha videoni ko'rganingizda sizlarda yavnday bir anaqa paydo bo'ladi, tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni shundan keyin sizlar bevosita, qani sizlarning o'zi patentga layoqatlimi, yo'qmi? Demak, patentga layoqatli bo'lsa, endi ikkinchi qadam nima bo'ladi? Uni rasman patent bazalaridan tekshirish kerak bo'ladi. Yana bir narsani unutmaslik kerak. Juda ko'p patent markazlarida, patent agentlarida, patent vakillarida menejerlar o'tirishadi, ya'ni asosan call centerda. Bular sizlarga telefon qilganingizda birinchi faqat milliy bazani tekshirib berishadi-da, shuni ko'rib, yo'q, sizniki bo'sh ekan, yana qilsangiz bo'ladi deydi. Bu juda ham yanglish fikr. Avvalambor nimaga? Sababi menejerlar, call center mutaxassislari bular первичный ma'lumot bilan ega bo'lishadi. Bularga to'liq ma'lumot berish imkoniyati yo'q. Bu uchun bular yo huquqshunoslikka o'qitish kerak, bularni 3-4 yil ishlatish kerak. Bularga litsenziya va ana undan keyin bularga chuqur ma'lumot bo'ladi. O'shaning uchun bularga to'liq ma'lumot berish imkoniyati yo'q. Bularga bazaviy ma'lumotlar beriladi. O'shaning uchun rasman ro'yxatdan o'tkazsangiz tavsiya qilib qolamiz, o'sha patent vakillari, patent markazlaridan yoki patent agentliklaridan yozma ravishda xulosani so'ranglar. Ya'ni o'tish ehtimoli darajasini chuqurroq o'rganilgan bo'ladi, ya'ni chuqurroq sizga informatsiya berilgan bo'ladi. To'g'ri, bu ba'zi kompaniyalarda misol pulli bo'lishi mumkin, misol uchun 300 ming bo'lishi mumkin, simvolik pul bo'lishi mumkin. Ya'ni chunki bunga ham vaqt ketadi, 2 soat ketadi, 3 soat ketadi holatiga. Ba'zi holatda 3-4 soatlardan vaqt ketib qoladi. Lekin siz qancha pulni, qancha sarmoyani bu orqali ekonom qilib qolasiz. Ya'ni iqtisod qilib tejab qolasiz-da. Albatta bu maslahatlarimizga agar amal qilsangiz, agar tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish imkoniyatini yanada oshirasiz va O'zbekistonda o'ziga xos brend egasi bo'lishingiz uchun yanada ko'proq sizda imkoniyat paydo bo'ladi. Do'stlar, agar ushbu videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kelgusida do'stlar, agar sizlarda ham brend nomlarini, tovar belgilarining nomlarini topish, naming xizmatlari, logotip xizmatlari yoki brendni patentdan o'tkazish imkoniyatlarini bilmoqchi bo'lsangiz, bizdagi shu pastdagi video ostidagi kommentariyga yozib keting yoki ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Foydali insaytlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.